Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan mazali chiqadigan paxlava tayyorlashni o'rganamiz. Buning uchun birinchi bo'lib unimizni margarin bilan yaxshilab krushka qilib olamiz. So'ng smetanaga qabartma yoki razrixlitel solib aralashtirib qo'yamiz. Krushka bo'lgan unimizga tuxum sarig'ini solamiz va tayyor smetanali massamizni solib, qo'limizda yumshoq xamir qorib olamiz. Qo'lga yopishmaydigan yumshoq xamir bo'ladi. Xamirimizni 3 ta zuvalga bo'lib olamiz. Bitta zuvalasi kattaroq bo'ladi. Xolodilnikka qo'yib turamiz. Tuxum oqini o'zini mikser yordamida ko'pirtirib olamiz. So'ng yong'oqni ozgina blenderda maydalab solamiz. Shakar solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Nachinkamiz ham tayyor bo'ldi. Eng katta zuvalamizni yoyib olamiz. Kovrik ustida ozgina unlab, list razmeridan ozgina kattaroq qilib, chetlaridan chiqadigan qilib listga solib oldim. Endi nachinkamizni yarmini bir xilda surib olamiz. Ikkinchi xamirimizni ham yoyib, nachinkamiz ustidan yopamiz va bu xamirimiz ustidan ham qolgan nachinkamizni bir xil tekislikda surib chiqamiz. Surib olganimizdan so'ng endi 3-zuvalamizni ham yoyib, paxlavamizni eng ustki qavatiga qo'yamiz va chetlarini yaxshilab tugib chiqamiz. Eng ustiga tuxum sarig'i surib, pichoq yordamida rombik shaklida kesib chiqamiz. Xohishga qarab butun yong'oqni terib chiqamiz va qizigan duxovkada 180 gradusda 40-45 minut atrofida pishirib olamiz. Pishib chiqqan paxlavamiz ustiga issiqligida magazin asaliga ozgina suv aralashtirib ustidan surib chiqamiz. Mana mazali paxlavalarimiz ham tayyor bo'ldi. Juda ham mazali chiqadi. Albatta tayyorlab ko'ringlar sizlar ham. Keyingi videolarga qadar omon bo'linglar.